Uchinchi qism. Otam o'lganidan keyin vujudidagi bor qon qotib qolgan insondek his etdim o'zimni. Go'yoki bir maraz butun vujudimni chirmovuqday chirmab olgan edi. Kun bo'yi kulbaning oldida o'tirdim. Qila olgan yagona ishim ho'ngrab yig'lash bo'ldi. Fenka ham yonimda o'tirar, menga qo'shilib yig'lardi. Bobom yiqilib tushdimi deb so'radi. Bosh irg'aganimdan so'ng uni shamol uchirib ketdimi deb savol berishda davom etdi. Onam va Jashin dod solib nola qila olishmadi. Buni ko'tara olmasligimdan men ham otamdek tap etib o'lib qolishim mumkinligidan qo'rqishdi shekilli. Ba'zida gandiraklab biron narsaga qoqilib netsam ham cho'chib ketishardi. Otamdek jiddiy yiqilmaganimga amin bo'lgach, ko'ngillariga joyiga tushar va yaxshimisan deb so'rab qolishardi. O'sha kunlari onam menga tez-tez o'zingni baxtli his etsang, kambag'al bo'lish uyat emas deb takrorlardi va tasalli berishga urinardi. Bu qadar qiynalishimga qashshoqlik sabab deb o'ylardi. Aslida qalbimda otamning qayg'usidan boshqa hech narsa yo'q edi. Qaysidir ma'noda uning o'limiga men sababchi bo'lgan edim. Jashin va Fenka ham bu musibatlarga men bilan birga sabr qilishga majbur bo'lgan edilar. Otam vafot etgandan 10 kun keyin qaynotam keldi. O'ng qo'li bilan uzun jubbasini tutib o'tirardi. Yuzi murdanikidek oqarib ketgandi. Uning izidan kelgan gul chechaklar va qizil ipak bilan bezatilgan taxtiravon shaklidagi arava va aravaning atrofida qo'ng'iroq tutgan 10 ta yigit ham bor edi. Qishloqdagilar ularni ko'rib, darrov tomoshaga yig'ilishdi. Kimningdir to'yi bor deb o'ylab, qanday qilib bundan bexabar qolganliklaridan hayratda edilar. Ulardan biri qaynotamdan "Kim qiz uzatyapti?" deb so'radi. Qaynotamning qovog'i soliq edi. Do'rillagan ovozda "Men uzatyapman" deb javob berdi. Bu payt men otamning qabri boshida edim. Qo'ng'iroqlar jaranglaganda qaynotam darg'azab holda kulbamiz tomon kelayotganiga ko'zim tushdi. Jashinni olib ketishga kelayotganini bilardim. Yuragim to'xtab qolgudek kurs-kurs urar, nima qilishni bilmasdim. G'ala-g'ovurni eshitib, onam va rafiqam ham tashqariga chiqishdi. "Ota" deb hayron bo'ldi Jashin. Qaynotam qiziga qarab, "Qani u hayvon?" deb so'radi. Onam kulimsirab, "Fugoyini so'rayapsizmi?" dedi. "Yana kim ham bo'lardi?" dedi qaynotam orqasiga qarab. Menga ko'zi tushgach, 2 qadam tashlab baqira ketdi. "Hayvon, qani yaqinroq kelchi!" Joyimdan qimirlay olmay qoldim. Qaysi yurak bilan qimirlay? Qaynotam, "Hayvonsan sen. Yaqinroq kel. Nega kelib menga xayrli kun tilamayapsan? Menga qara maxluq. Jashin bilan turmush qurgan kuning esingdami? Bugun ham xuddi shunday bo'ladi. Qara, to'y aravasi qo'ng'iroqlar bilan bezatilgan. Bugunni qizimga uylangan kuningdan ham esda qoladigan qilaman" deb basharamga musht tushirdi. Qaynotam baqirib-chaqirib xumoridan chiqqach, Jashinga qarata "Tez ichkariga kirib, tayyorgarligingni ko'r" deb amr qildi. Jashin joyidan jilmadi va "Ota" deb nido qildi. Qaynotam yer deb sinib, "Tez bo'l" deb baqirdi. Sal nariroqda qarab turganimni ko'rgan Jashin ortiga qayrilib, ichkariga kirib ketdi. Shu payt onam ko'zdan duv-duv yosh oqizib qaynotamga "Iltimos, Jashinning qolishiga ruxsat bering" deya yolvordi. Qaynotam onamga qaradi. Qo'lini siltab, menga o'qragancha o'shqirdi. "Sen hayvonning, bundan keyin Jashin bilan ishing bo'lmasin. Chen oilasi bundan keyin Hu oilasidan uzoqda bo'ladi." Onam yolvora boshini yerga egdi. "Erimning xotirasi haqqi hurmati, iltimos, Jashinning qolishiga izn bering." Qaynotam onamga qarab, ko'ppakdek irilladi. "Bu hayvon o'z otasini ham qabrga tiqdi." Bu so'zlari bilan biroz haddidan oshganini sezdi. Ovozini pasaytirib, "Bunchalar shafqatsiz bo'lganim uchun meni ma'zur tuting. Bularning bari mana shu eshakning qilg'iliklarini deb bo'lyapti" dedi. So'ng menga qarab, "Fenka sizlar bilan qoladi. Jashinning qornidagi bola esa bizning oilaga tegishli bo'ladi" dedi. Onam bir chetda yum-yum yig'lardi. Ko'z yoshlarini artar ekan, "Ota-bobolarim oldida nima degan odam bo'ldim" derdi. Jashin qo'lida bir tugunni ko'targuncha kulbadan chiqib ketdi. "Aravaga o'tir" deya buyurdi unga qaynotam. Jashin men tomonga qayrilib, najot so'ragandek jovdiradi. Aravaga minar ekan, yana bir bor shunday qildi. Keyin onamga qaradi.
So'ng birdan Feyxiya ko'rinib qoldi. Onasini kelin aravada ko'rgach, yoniga chopib borgisi keldi. Jashan unga ortingga qayt deb ishora qilganida aravaga ancha yaqin qolgan edi. Qaynotam qo'l silkishi bilan aravachilar taxtiravonni ko'tarib yura boshlashdi. Jashan ham anduh bilan ko'z yosh to'kardi. "Qani, chaling" deb buyurdi qaynota. 10 yigit bor kuchlari bilan qo'ng'iroqlarni chala boshladilar. Ularning ovozi Jashinning yig'isini bosib ketdi. Taxtiravon uzoqlashgach, qaynotam ham uzun jubbasining etagini ko'tarib, shitob bilan yurib keta boshladi. Onayizorim ular toki qishloqdan chiqib ketganlaricha zilqirab og'riyotgan oyoqlari bilan izlaridan ergashib qoldi. Feyxiya menga qarab chopib keldi. Ko'zlarini katta-katta ochib, "Otajon, onam aravaga o'tirib ketdi", dedi. Uning bunchalar hayajonga berilganiga bazo'r chidadim. "Feyxiya, bu yoqqa kel", dedim. Qizim yonimga keldi. Yuzini siypalab, "Qizim, men sening otang ekanligimni aslo unutma, xo'pmi?" dedim. Bu gapni eshitib, Feyxiya kuldi va shunday javob berdi: "Siz ham mening Feyxiya ekanligimni unutmang." Fuguining hikoyasi shu nuqtaga kelganda ichimda bo'lsa ham kulishdan o'zimni tiya olmadim. 40 yillik olchoq ayni damda yarim yalang'och holda chim ustida o'tirar, daraxt shoxlari aro sizib o'tayotgan quyosh nurlari qisiq ko'zlariga tushib turardi. Oyoqlari loyga botgan, yaqinda taqir qilib olingan boshidan bir ikkita oq sochlar chiqqandi. Peshonasini ajin bosgan, ko'ksiga ter oqib tushardi. Sarg'ish ko'lmakka kirib olgan ho'kizining faqatgina boshi va yelkasi ko'rinib turardi. To'lqinning qirg'oqqa kelib urilishi, misoli suvning ho'kiz tanasiga kelib urilishini tomosha qildim. Bu qariya sarsari hayotim boshlangan paytlarda uchratgan ilk kishi edi. Yosh edim, o'y-xayolim, g'am-tashvishim yo'q edi. Har bir yangi qiyofa meni hayajonlantirar, quvonch baxsh etardi. Menga notanish bo'lgan hamma narsa kuchli ta'sirot qoldirardi. Fugui bilan hayotimning ayni shu pallasida tanishdim. Hikoyasini aytib berar ekan, u menda ishonch uyg'otardi. Avvallari hech kim qalbimda bunday his paydo qilgan emas. Jon qulog'im bilan berilib tinglaganim sari u ham hikoyasini so'ylashdan to'xtamadi. Fugui bilan tanishuvim keyingi kunlarda xalq qo'shiqlarini quvonch bilan to'plashimga vasila bo'ldi. Bu sermahsul va barakali tuproqlar Fugui kabi insonlarga to'la bo'lsa kerak degan xayolga bordim. Yillar o'tib, Fuguidek insonni ko'p uchratdim. Shimini xuddi uningdek kiyadigan, pochasi yerga tegib turadigan odamlar. Yuzlaridagi ajinlar quyosh nuri va balchiqqa to'la. Kulgan paytlarida ko'rinadigan bo'm-bo'sh og'izlarida bir yoki ikkita tishi qolgan odamlar. Tez-tez yig'lab turishsa-da, bu ularning baxtsiz ekanligidan emas. Ba'zida juda baxtiyor va huzurbaxsh umr kechirayotgan bo'lishsa ham yig'lashadi. Kaftlari ko'chalar misoli chang va qadoq bo'lib ketgan. Ko'zlaridagi yoshni artish uchun qo'llarini yuqoriga ko'tarishlari o'z boshilaridagi loyni tozalash kabi tabiiy harakat hisoblanadi. Ammo Fuguiday unutilmas odamni boshqa uchratmadim. Hayot tajribalarini bu qadar aniq tavsiflaydigan, ularni boshqalarga yetkazishda bu qadar qobiliyatli odam bilan sira yuzlashmadim. U o'tmish hayotini xuddi hozirgidek ko'ra olardi. Bolaligida qanday qilib qadam tashlay boshlaganidan boshlab, qanday qilib yigit yoshiga yetganigacha hammasini eslardi. Bu o'lkada bunday odamlarga duch kelish o'ta mushkul. Qashshoqlik va mashaqqatlar boshqalarning xotirasiga salbiy ta'sir ko'rsatgan bo'lishi ehtimol. Ular ko'pincha o'tmishlari haqida o'ylaganda miskin, faqir va kambag'al bo'lganliklarini eslashadi xolos. Nima qilishlarini bilmay, o'tmishni g'alati bir tabassum bilan unutib yuborishadi. O'z kechmishlariga nisbatan go'yoki bir rivoyatdek qarashadi. Hayotiy tajribalariga nisbatan e'tiborsizlar. Ba'zi birovlari o'z o'tmishlarini qisman eslasalar-da, bular ham ko'pincha hayotlari bilan umuman aloqasi bo'lmagan narsalar bo'lardi. Boshlariga tushgan shuncha tashvishini ifoda etishlari uchun bir ikki jumlaning o'zi kifoya qiladi. Ba'zida yoshlar bunday odamlar haqida gapirayotib, ular qarigach itdek yashay boshlashadi deganlarini eshitib qolardim. Ammo Fugui batamom boshqa olam. U o'tmish haqida o'ylashdan zavq olar, o'z hayoti haqida gapirib berishdan shavq tuyardi. Go'yoki shu yo'l bilan
u o'z hayotini qayta va qayta yashay olardi. Uning hikoyasi tirnoqlarini o'ljasiga botirib olgan burgutdek o'ziga asir qilib olgandi meni. Jashin ketgach, onam ko'pincha bir burchakka borib o'tirar, kishi bilmas ko'z yoshlarini artardi. Boshida unga yupanch bo'lish maqsadida bir nimalar deyishga urinib ko'rdim. Ammo yuzlaridagi ifoda so'zlarimni bo'g'zimga tiqiltirib qo'yardi. Oxir-oqibat ko'nglimni ko'targan yana u bo'lardi. Jashin sendan boshqaga qaramaydi. Uni sendan hech kim tortib ola olmaydi. Bu gaplarni eshitib, faqat chuqur xo'rsinib qo'yar edim. Nima ham derdim? Kuchli va sog'lom bir oila xuddi sopol idishday sinib, sochilib ketgandi. Kechalari yotog'imda uxlay olmay to'lg'anardim. Bir qancha nafratlangulik voqea-hodisalar kelardi aqlimga. Ammo baribir yana o'zimdan o'zim jirkanib ketardim. Tuni bilan o'ylayverib, miyam g'ovlab ketgani uchun kunduzlari boshim og'rirdi. Ekin-tikin qilishga ham majolim qolmasdi. Yaxshiyamki, Fenxiya bor. Tez-tez yonimga kelib, qo'limdan tortqilab, "Ota, bir stolning 4 ta burchagi bor. Bir burchagini kessak, nechta qoladi?" deb savol berardi. Fenxiya bunday savollarni qayerdan o'rganganini bilmayman. Ammo men o'zimcha 3 burchagi qoladi deb javob bersam, xursand bo'lib, "Topa olmadingiz, 5 ta burchagi qoladi" derdi. Buni eshitib, mening ham kulgim qistasa-da, kula olmas edim. 4 kishilik haqiqiy oilamni o'ylardim. Qornidagi bolani hisobga olmasak, Jashin bizni tashlab ketgan kun stolning bir burchagi kesilgandi. Onang uyga qaytguncha kut. O'shanda stolning 5 ta burchagi bo'ladi, dedim Fenxiyaga. Uydagi pulga chaqiladigan hamma narsani sotib bo'lganimizdan so'ng, onam Fenxiya bilan birga polizlardan yovvoyi o'tlarni tera boshladi. Har kuni qo'lida savat ko'tarib, charchoqdan adoyi tomon bo'lar, ustiga ustak oqsoqlanib yurgani uchun Fenxiyaga yetib olishda qiynalardi. Sochlari qordek oqarib ketgan, hayotida birinchi marta cho'riday qora ishlarni qilishga majbur bo'lgan edi. Onam Fenxiyaning qo'lidan tutar, har bir qadamni nazorat qilardi. Uning bunchalar e'tiborliligini ko'rib, ko'zim yoshga to'lardi. Bundan keyin aslo eski hayotimga qaytmasligimni bilardim. Onamni va Fenxiyani o'ylashim kerak. Yor do'stlardan biroz qarz olib, kichikroq baqqol do'koni ochish taklifini berganimda, onam quloq solib turdi-yu, ammo indamadi. Bu yerdan ketgisi kelmayotgandi. O'zi inson qarasa, shunaqa bo'lib qolar ekan. O'rgangan joyini tashlab ketgisi kelmas ekan. Uy ham, yer ham Longarniki. Qayerga borsak boraylik. Hech narsa o'zgarmaydi, dedim onamga. Avvaliga u hech narsa demadi. Keyin esa sokin ovozda, "Otangning qabri shu yerda" dedi. Bu gap meni boshqa narsalar haqida o'ylashdan tamoman to'sib qo'ydi. Mavjud tanlovlarni ko'rib chiqqach, Longarning yoniga borishga qaror qildim. Longar bu joylarning egasiga aylangan edi. O'ng qo'lida choy idishi, egnida ipak ko'ylagi, dalalarni aylanib chiqar, o'ziga o'ta bino qo'ygan edi. Hamisha ikkita tilla tishini ko'rsatib kulardi. Avvallari uni hokisor odam bo'lsa kerak deb o'ylardim. Biroq aksar paytlarda og'zini to'ldirib dehqonlarni so'kib, kamsitib xo'rlardi. Keyinroq bildimki, buni faqatgina odamlarga tilla tishlarini ko'rsatish uchun qilar ekan. Qachon u bilan uchrashib qolsam, menga nisbatan juda madaniyatli munosabatda bo'lardi. Ko'pincha qahqah otib kulib, "Fuguyi, kel ichkariga, choy ich" deb taklif qilardi. Longarning uyiga aslo kirmasdim. His-tuyg'ularim jo'shib ketishidan qo'rqardim. Tug'ilganimdan beri o'sha uyda yashagan bo'lsam, endilikda bu uyning egasi Longar edi. O'zimni qanday bosishim mumkin axir? Aslida, yashash sharoitingiz menikidek abgor holga tushsa, unchalik ham e'tibor bermay qo'yasiz. Eskilarning ta'biri bilan aytganda, faqirlik insonning g'ururini sindiradi. Bu gap aynan men uchun aytilgandek. O'sha kuni Longar bilan uchrashgani borganimda, u mehmonxonada yog'ochdan qilingan noyob stulda o'tirardi. Bir qo'lida choy, ikkinchisida yelpig'ich, oyoqlarini taburetkaga uzatib olgandi. Meni ko'rib, iljayib qo'ydi va qiqirlab, Fuguyi, kir, taburetkaga olib o'tir, marhamat" dedi. Yog'och kursida yoyilib o'tirardi. Choy iltifot qiladi deb o'ylamagandim. O'tirganimdan so'ng
qarz so'rab kelding bu yerga, shundaymi? Dedi. Javob bermasimdan turib, so'zida davom etdi. Ma'lum sabablar tufayli menimcha senga biroz qarz berib turishim kerak. Lekin o'zing ham bilasan-ku, aytishadiki, birovni qiyin ahvoldan qutqarib olish mumkin, ammo qashshoqlikdan aslo chiqarib bo'lmaydi. Men mana shu oxir paytda senga yordam berishim mumkin, lekin seni kambag'allikdan qutqara olmayman. Bosh irg'adim. Biroz yer bersang, ijaraga olmoqchi edim, deb muddaoga o'tdim. Longer ayyorona kulib, qancha yer kerak deb so'radi. 3 sotix deb javob berdim. 3 sotix. Longerning qoshlari chimirildi va yana so'radi. Buncha katta yerni eplay olasanmi? Biroz ishlagach, uddalay olaman dedim. Bir muddat o'ylab turgach, bir-birimizni ancha vaqtdan beri taniymiz. Senga yaxshi yerdan 3 sotixni beraman dedi. Longer chindan ham yaxshi odam ekan. Menga rostdan ham 3 sotix unumdor yerdan ajratib berdi. Charchoqdan o'lar holga tushsam-da, o'sha 3 sotixlik yerni haydab, ekin-tikin qildim. Avvallari hech ham dalada ishlamaganim uchun boshida boshqa dehqonlarni kuzatdim. Qanchalar sekin ishlashimni aytmasa ham bo'ladi. Kech tushguncha dalada qolib ketardim. Hatto qosh qoraysa ham, agar oydin bo'lib tursa, kechasi ham ishlashda davom etardim. Ekin o'z vaqtida ekilishi kerak. Urug'ni o'z vaqtida yerga qadamasam, butun boshli yilni qo'ldan boy berishim mumkin. Bordi-yu shunday bo'lsa, nafaqat oilamni boqishga qiynalaman, balki Longerga berishim kerak bo'lgan yer solig'ini to'lashning ham imkoni bo'lmaydi. Sekin qanot qoqadigan qush ertaroq ucha boshlashi shart deyishadi. Men o'sha sekin uchadigan qush edim. Ishlarni o'z vaqtida batira olmaydigan qush. Onam meni chindan ham juda yaxshi ko'rardi. Bir o'zim ishlashimga rozi bo'lmadi. Dalada men bilan birga mehnat qila boshladi. Biroq u qari edi. Oyoqlari ishlaganini qo'ymasdi. Yerga egilsa, qaddini rostlab olish uchun ancha vaqt kerak bo'lardi. Bir marta dalada, "Ona, bo'ldi, boring uyga" dedim. U esa bosh chayqab, "Arg'amchiga qilma dor o'g'lim" dedi. "Kasal bo'lib qolsangiz, arqonday uzilib ketamiz axir", deb e'tiroz bildirdim. Shunday deganimdan keyin ina asta-asta dala oralab yurib, Feyxyaning yoniga, tepalikka qarab ketdi. Feyxya har kuni o'sha tepalikning ustiga chiqib olar va menga hamrohlik qilardi. Dasta-dasta gullar terib, quchog'ini to'ldirib olardi. Keyin esa mendan o'sha gullarning nomini birma-bir so'rab chiqardi. Ammo men gullarning nomini qayerdan ham bilay? "Bor, buvingdan so'ra", deb javob berardim bunga. Tepalikda o'tirgan onam ketmonni qo'limga olganimni ko'rgach, "Ehtiyot bo'l, oyog'ingni chopib qo'yma" derdi. O'roq bilan ishlay boshlaganimga ko'zi tushsa, yana xavotirlanib, "Fubuyi, qo'lingni kesib olma" der edi. Onamning o'tirgan joyidan meni ogohlantirishi befoyda edi. Sababi qilinishi kerak bo'lgan bir talay ish bor. Tezroq qimirlashim kerak. Pishillab ishga sho'ng'irdim. Oradan hech qancha vaqt o'tmay, yo oyog'imga yoki qo'limga jarohat yetkazib olardim. Oyog'im yoki qo'lim qonay boshlasa, onamning hushi boshidan o'shardi. Oyog'i og'riyotganiga qaramay, hovliqib yonimga kelar, qonni to'xtatish uchun yaraning ustiga biroz loy bosardi. Keyin esa qilgan bu e'tiborsizligim tufayli arazlab, e'tiroz bildira boshlardi. Og'zi bir ochildimi, tamom, to'xtash nimaligini bilmasdi. Ammo men umuman javob bermasdim. Bo'lmasa, yig'ini boshlab yuborardi. Onam loy inson sog'lig'i uchun juda foydali narsa ekanligini tez-tez ta'kidlardi. U nafaqat ekinlarni o'stirardi, balki kasalliklarga ham yem bo'ladi derdi. O'shandan beri qachonki bir joyim yaralansa, yaraning ustiga darrov biroz loy chaplab qo'yaman. Onam haq edi. Qanchadan qancha kasalliklarni davolab yuborgan loy kamsitilmasligi kerak. Har kuni o'lgudek charchab ishlasangiz, boshqa narsalar haqida o'ylashga vaqtingiz ham qolmaydi. Longerdan yerni ijaraga olgan kunimdan boshlab har kecha boshim yostiqqa yetdi deguncha chuqur uyquga ketardim. Boshqa narsa haqida bosh qotirishga majolim bo'lmasdi. Hozir eslasam, o'sha kunlar o'ta mashaqqatli va zahmatga to'la bo'lsa-da, ammo ko'nglimda huzur bor edi. Xu oilasi qaytadan tovuqlariga ega bo'ladi degan xayolga borgandim o'shanda. Agar shu ishtiyoq bilan ishlashda davom etganimda, o'sha tovuqlar bir necha yilda g'ozga aylanar, kun kelib Xu oilasi yana badavlat bo'lgan bo'lardi. Uyni Longerga qo'ldan boy berganimdan beri ipak ust-bosh kiyishdan voz kechdim.
Onam dag'al matodan tikkan xarqani kiya boshladim. Dastavval juda noqulay tuyuldi, ayniqsa badanimga botganda. Ammo vaqt o'tgan sayin ko'nikib ketdim har qalay. Kunlarning birida Vang Chi vafot etdi. Vang Chi ko'p yillardan buyon bizning ijarachimiz bo'lgan. Mendan 2 yosh katta edi. O'limidan oldin o'g'liga ipak kiyimini menga berishini vasiyat qilgan ekan. U kichik xo'jayin ekanligimni aslo unutmagan. Ipak kiyim beradigan qulaylikni his etishimni istagandi. Vang Chi haqiqatan ham ajoyib va mushohadali inson edi. Ammo o'sha ko'ylakni kiyishim bilan darrov yechib qo'ydim. Ipakdagi insonni behuzur qiladigan bu silliqlik chidab bo'lmas darajada edi. Xuddi shilliqurtning so'lagidan qilingan kiyim kiygandek bo'ldim. Longer yerini bizga ijaraga berganidan 3 oy o'tib, yillar davomida oilamiz ishchisi bo'lgan Changan ko'rinib qoldi. Men dalada ishlayotgan edim. Onam va Fengxiya bir chetda o'tirardilar. O'z boshi yirtilib ketgan Changan, chirib ketgan shoxni xasta qilib olgan men tomonga qarab kelardi. Haliyam o'sha tuguni boshqa qo'lida mahkam ushlab olgan sadaqa qutisi bor edi. Tilanchiga aylanibdi. Avvaliga uni Fengxiya ko'rib qoldi. O'rnidan turib, "Changan, Changan" deb baqirdi. Onam uyimizda katta bo'lgan Changanni ko'rgach, unga salom berish maqsadida o'rnidan turdi. Ko'z yoshlarini artar ekan, "Hu xonim, kichik xo'jayin va Fengxiyani juda sog'indim" dedi. Ularni bir ko'rish uchun qaytib keldim. Changan dalaga keldi. Meni loyga botgan, odmi kiyim boshda ko'rgach, yaralangan qush misoli yig'iga tutildi. "Kichik xo'jayin, qanday qilib bu ahvolga tushib qoldingiz?" deb so'radi. Oilamiz yerlardan ajralganidan beri eng ko'p qiynalgan Changan edi. U butun umri davomida biz uchun ishlab kelgandi. Urf odatlarimizga ko'ra, qarigach u haqda qayg'urish bizning izimimizda edi. Biroq qashshoq holatga tushib qolganimiz uchun bizni tark etib ketishdan boshqa chorasi qolmagandi. Hayotda qolish uchun qilishi mumkin bo'lgan yagona ish tilanchilik edi. Changanning qaytib kelganini ko'rib, yuragimga og'riq kirdi. Yoshligimda meni doimo yelkasiga ko'tarib olib yurardi. Katta bo'lgach, u bilan unchalik ishim bo'lmagan. Holimizdan xabar olish uchun bir kun qaytib kelishi esa xayolimning bir uchiga ham kelmagandi. "Ahvoling qalay, Changan? Yomonmas. Senga ish berishi mumkin bo'lgan birorta oila topa olmadingmi haliyam?" Changan boshini yo'q degan ma'noda qimirlatdi. Mening yoshimdagi odamga kim ham ish berardi? Bu gapini eshitib ho'ngrab yig'lagim keldi. Vaholanki Changan o'z hayotidan nolimas, balki men uchun ko'z yosh to'kayotgandi. "Kichik xo'jayin, bularning bariga qanday qilib bardosh beryapsiz?" O'sha kuni Changan bizning kulbada qoldi. Onam ikkimiz u biz bilan qolishiga qaror berdik. Hayotimiz bundan keyin yanada mashaqqatliroq bo'lar, ehtimol. Shunday esa-da, onamga qarata, qanchalik qiyin bo'lmasin, uning biz bilan qolishiga ruxsat berishimiz kerak dedim. Agar har birimiz bir luqmadan kamroq yeydigan bo'lsak, uning qornini ham to'yg'azamiz. Onam rozilik bildirib, Changan toza qalbli inson dedi. Ertasiga Changanga ayni kerak paytda kelganini, menga bir yordamchi kerakligini aytdim. Endi biz bilan yashashi mumkinligini bildirdim. Bu so'zlarni eshitib, Changan menga jilmaydi. Kulishdan o'zini tiyib tura olmadi. Keyin jiddiylashib dedi: "Kichik xo'jayin, menda endi sizga yordam beradigan kuch yo'q. Shunchalik qayg'urganingiz uchun minnatdorman." Mana shu so'zlarni aytib bo'lib, Changan ketdi. Qancha urinmaylik, uni to'xtata olmadik. U albatta bizni ko'rish uchun kelishga ruxsat so'radi. O'sha kuni ketgach, yana keldi. Sochini yig'ib olishi uchun Fengxiyaga qizil ipak tasmacha olib kelgan edi. Bir joydan topgan, yuvib tozalagach, belga osib qo'ygan va shuncha uzoq masofani faqatgina shu sovg'ani Fengxiyaga berish uchun bosib o'tgandi. O'sha kundan keyin Changanni qaytib ko'rmadim.